O'zbek musiqachiligi uzoq asrlik tarixga ega. Bugungi avlod ham ustozlarga munosib voris bo'lishga intilyapti. Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi ana shunday iqtidorlarni kashf etgan va yosh ijodkorlarni tarbiyalab kelmoqda. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu maktabning bir guruh o'quvchilari o'zlarining chiqishlari bilan mashhurlikka erishdi. Ularning ijodi bilan muxbirimiz Firdavs Qahramonov tanishdi. San'at bu nafaqat kuy va qo'shiq, balki vaqtni his qilish, uni yurakdan o'tkazish demakdir. Gler nomidagi maktab o'quvchilari esa musiqaning aynan shu sirlarini mukammal o'zlashtirgan. Ularning ijrosi vaqt sayohati, mumtoz estrada, o'zbek kinosi musiqalari, klassik va retro ohanglar, bularning barchasi yosh iste'dod egalari tomonidan o'ziga xos talqinda qayta jonlantirilmoqda. Bu yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda minglab tomoshabinlar e'tiborini tortib, musiqaning sehrini barchaga ulashmoqda. Jamoat tuzilganiga uncha ko'p bo'lmagan, ammo qisqa vaqt ichida o'quvchilar ko'pchilikning e'tiboriga tushib ulgurdi. Guruh tashkil topganiga hali 1 yil bo'lgani yo'q. Sentyabrda ochdik. Bolalar bilan yig'ilishib, o'zimiz guruh tuzdik. Keyin Instagramda ham o'z sahifamizni ochdik. Ko'proq retro yo'nalishida chalamiz. Yosh ijodkorlar mumtoz estrada, milliy va retro ohanglar, o'zbek kinosi kuy-qo'shiqlarini o'z uslubida qayta jonlantirib, tomoshabinlarga haqiqiy nostalgiya ruhini taqdim etishadi. Ularning ijodidan nafaqat o'zbek, balki qardosh xalqlar musiqalari ham o'rin olgan. O'zbek musiqasi bir necha asrlardan beri o'z jozibasini yo'qotmagan betakror merosdir. Bu merosni kelajak avlodlarga yetkazish esa mana shunday iqtidorli yoshlar qo'lda. Firdavs Qahramonov, Sirojiddin Husanov, yoshlar.